Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum. Bizni tomosha qilib turgan Biz hozir bir mehmonni kutyapmiz. Nazarimda O'zbekistonda bu kishini tanimaydigan inson yo'q. Shaxsan men juda ham hurmat qiladigan, juda ham yaxshi ko'radigan bir insonim va yana ham menimcha butun O'zbekiston ham shu insonni yaxshi ko'rsa kerak, nima deysiz? albatta bunga hech qanday e'tiroz yo'q. Mana yillar davomida insonlarning qalbidan o'rin egallagan bir chiroyli dilnavolarni yaratib kelayotgan, xalqimizni chiroyli kunlarda xizmatda bo'lib turgan va boshqalarga ibrat bo'la oladigan insonni biz suhbatga chorlaganmiz. Albatta. Hozir tomoshabinlarimiz hayron bo'layotgandir. Ikkita inson mehmon kutayotgan ekan-ku, dasturxonimiz bo'm-bo'sh. Mehmon kelgandan keyin chiroyli narsalar dasturxonga tortiladi. Albatta, uchinchi odamimiz bor. Agar sezayotgan bo'lsangiz, bizda albatta joy ajratilgan. Demak, biz mehmonimizni hozir kutyapmiz. Mana nihoyat zoriqib, intizorlik bilan kutgan mehmonimiz keldi. Men boya aytdim, O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, dunyoda tanilgan katta bir ijodkor, san'atkor, O'zbekiston xalq artisti va yana juda ko'p Qozog'iston xalq artisti, Qirg'iziston, Ingushetia va boshqalar. 6 marotaba xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan inson shu yerdalar. Farruh aka, endi men shu sizni oilangizga, Zokirovlar sulolasiga bevosita yaqin bo'lganim uchun Botirxonga aytdimki, albatta birga shu suhbatni o'tkazamiz. Bu suhbat nafaqat albatta birinchi navbatda Farruh Karimovich to'g'risida bo'ladi va shu qatorda ham mana shu sulola Zokirovlar sulolasi haqida bo'ladi. Chunki bu sulola haqida har qancha, balki kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Adam Karim Zokiriy qanaqa bo'lganini, Shoista Saidova, Botir akam, Nofal akam, Luzapam, Jamshid akam, Farruh Karimovich, mana shu Ravshan Zokirov, mana shu oila a'zolari haqida qanaqadir bir batafsil ma'lumotga va mana shu bekorga, mana shu bu oila bekorga, bu sulola mashhur emas. Avvalambor chunki buni boshi Karim Zokiriy va Shoista Saidovalar bo'lgan. To'g'rimi Farruh aka? To'ppa-to'g'ri, haqiqatan sulolani ildizi, sulolani shu kelib chiqishi albatta Karim Zokiriy va Shoista Saidova. Endi biz buvalarimizni ko'rmadik. Endi ko'p qarindoshlar aytib berishardi, Zokir oqsoqol yoki bo'lmasam onamlarning dadalari Said qori aytib berishardi, ta'riflab berishardi. Endi biz siz ko'rmaganmiz. O'sha dadamlarni ta'riflab berishi yoki onamlarni ta'riflab berishidan bular oddiy inson bo'lmagan bo'lsa kerak. Masalan, dadamlarning dadalari juda bir obro'ga ega, hurmatga ega, o'sha shaharda Zokir oqsoqol degan unvonga sazovor bo'lgan inson yoki qolaversa onamlarning dadalari Said qori juda ham ilmli, bilimli, 7tami, 8tami til bilgan ekanlar. Keyin ilmlari zo'r, madaniyat bir yuqori darajada. Keyin juda ham haligi atrofdagilarga mehribonchiliklari, e'tiborlari, masalan, albatta mahallada bir beva-bechora oila bo'ladigan bo'lsa, shularning to'ylarini qilib berar ekanlar. Endi bularni ko'p eshitganmiz. Endi albatta shunaqa insonlarni farzandlari, davomchilari endi oddiy inson bo'lmasa kerak. Mana dadamlar ko'p farzandli oilada tug'ilib, o'sha tarbiya olib, keyin keyinroq ular Moskvaga konservatoriya ochdi, shu O'zbekistonlik studentlar uchun studiya ochilgan.
o'sha yerda o'qishib, keyin o'sha yerda oyim bilan yaqin bo'lishib, aytganda Botir akam rahmatli 36-yilda Moskvada tug'ilganlar. Endi avvalambor bu hayotiy maktab, endi avvalambor bularni tug'ilgan joylari, mahallani maktabi, bu katta maktab bu. Sodda yaxshi gap bor, o'qimasdan tabbatga tushgan degan unaqa emas. Ular o'sha tarbiya ko'rib, ilm olib, ustoz ko'rib, mana shu qandaydir ijodiy yutuqlarga erishgan bo'lsa, mana buning hammasi asosi bor, ildizi bor, boshlanishi bor demoqchiman. Endi Gavhar opa hozir tarixni bevosita har bir daqiqalari, xotiralarini yodga olyapmiz. Bugungi suhbat ham bir tarixda. Endi bu tarix Farruh akam kelgunlaricha biz suhbatni avvalida aytdik. Bu yer endi bo'm-bo'sh tursa ham chiroyli emas. Biz Eslab restorandan bevosita taqdim etiladigan mana shu stolimizdan keling, boyitaylik. Avvalambor bugun azizlar nafaqat Farruh Zokirov, balki Zokirovlar sulolasi va ularga munosib bo'lgan insonlarni bugun ko'rsatuvimizda yod olmoqchimiz, ularni xotirlamoqchimiz va bo'lib o'tgan bir chiroyli daqiqalarni ham eslab o'tmoqchimiz, toki bu tarixda qolishi uchun. Farruh aka, avvalambor shunaqa buyuk san'atkorlarning oilasida tug'ilish bu aslida baxt. Lekin yana bir tomoni borki, katta mas'uliyat ham yuklaydi farzandga. Hali siz aytdingizki, mas'uliyat. Masalan, mana yaratgan o'ziga shukr, mana shunday unvonlarga ega bo'ldik, qandaydir e'tiborga sazovor bo'ldik. Lekin doimo eng oliy baho shu bizning ongimizda, har holda meni ongimda shu narsa borki, qanday yutuqlarga erishmadik, lekin haqiqatda Karim Zokiriyning farzandlari, Karim Zokiriyning o'g'li degan unvon men uchun eng mas'uliyatli, eng yuksak unvon. Mana masalan, oddiy muxlislarimizmi yo do'stlarimizmi, o'shalarning orasida mana shunday unvonga mendan keyingi ukam Jamshid rahmatli shu unvonga sazovor bo'lgan. Hamma masalan, Jamshid bir alohida, Jamshid bir boshqacha, bu haqiqiy Karim akani o'g'lida degan gap bu oliy baxt. Mana Jamshid mana shu unvonga yoshligidan erishgan, sazovor bo'lgan. Dadam buyuk, mashhur san'atkor. Lekin har doim shu insonga asosiy fazilatlar shu kamtarlik, keyin qolaversa shu muomalalari yaxshi. Mana bu dadamlarda Karim Zokiriyda bu avvalambor bo'lgan narsa. Shuni bir aytib o'tmoqchi edim. Mana siz menimcha juda ko'p yoshlarga ibrat, adamga o'xshaganingiz uchun ham ibrat bo'lasiz, chunki eng avvalambor qanaqa san'atkor bo'lishdan qat'iy nazar inson bo'lish kerak. Albatta. Adam shunaqa edilar va sizlar ham, Botir akam ham, Nopal akam ham, siz ham, Jamshid akam ham xuddi ana shunday bo'lgansizlar. Birinchi navbatda sizlarni hamma inson sifatida hurmat qiladi va albatta san'atkor, ijodkor sifatida. Men ham endi shu odamni ko'rganman va dadamning muomalalari, dadam birorta odamni dilini hayotda og'ritmagan inson. Aytyapman, juda ham kamtarim, yumshoq tabiatli, fe'llari shunaqa edi. Gapirsalar ham, lekin albatta bir chuqur mazmun bilan bir qandaydir muloqotda bo'lardilar. Lekin hech esimda yo'q man, masalan bir qattiq jahllari chiqib ketsa, juda ham endi haligi ovoz ham bo'lgan endi o'shanda ahmaq deb qo'yishlarini o'zi bu juda bir katta anaqa edi-da. Shuning uchun endi biz ham harakat qilardik, shu dillarini og'ritmaslik uchun harakat qilardik. Endi qanchalik, endi baribir yoshlik sho'x bo'lganmiz, qandaydir sho'xlik qilganmiz. Masalan, Gavhar sizda bormi haligi bir qishda yangi yil uchun aytib beruvdingiz Jamshid aka bilan ikkalamizga.
Ha, O'rtoqlaringiz kechqurun sinfdoshlar bilan yangi yil kutgani ketdik. Albatta har doim qachon kelasan qo'yarlar. Men harakat qilaman vaqtli kelishga. Endi o'sha kuni yangi yil kuni o'zi. kuni dadam endi qor yog'ib, shu sirpanchuvda yiqilib tushib, oyoqlari sal tegan. Da. Endi yotib qilib biz kechqurun ketdik-da, endi sinfdoshlar bilan yig'ilib endi yangi yilni kutyapmiz. Ja qizishib ketgan bo'lsa kerak, shu bir ham bo'pti, ikki ham bo'pti, birdaniga esimda yo'q. O'tirgan joyimizda derazani taqillatyapti. Keyin hammamiz jim bo'lib qoldik, mundoq qarasam, voy, qarasam, anaqa derazani orqasida odamlar. Hassa tayanib turibdilar. Endi mana shu mana shu daqiqani o'zida endi ichlarim tushib ketdiki, shunaqangi rahmim kelib ketdiki, endi bo'lmasa yura olmasdilar. Hassa tayanib soat 2 da qishda qor shu baribir shu nima deydi ko'llari joyiga tushmasdan kelibdilar-da. Faqat unda eshikni ochdilar-da, yangi yil muborak bo'lsin bolalar, yaxshi o'tiribsizlarmi dedilar-da. Bo'ldi, vaqt bo'ldi o'g'lim dedilar. Chiqib ketdilar. Endi shu gap bu o'ziga men aytamanki, yaxshilab tarsagim bilan qo'yib yuborsalar yaxshi bo'larmidi, yo'q urib yuborsalar bo'larmidi degan anaqa qilyapman. Endi sekin ketyapmiz. Endi shunaqangi anaqa qani endi kuchim bo'lsa, ko'tarib olsam-da dadam. Ko'tarib olsam, endi bir yarim ostanovka masofa. O'sha endi zo'r ketyaptilar. Orqalardan siz ketyapsiz. Vijdonlaringiz qiynalib. Orqasiga ketyapman. Men endi aytyapman, qani endi kuchim bo'lsa ko'tarib olsam-da, shu boshimga qo'yib olib borsam uyga. Keyin o'sha chiqqanimizda yo'layda faqat bitta shuncha o'tirasanmi o'g'lim, soatga qaramaysanmi dedilar. Shu aytyapman, shuni o'rniga bir tarsakini yo'q, o'sha hassam bilan yaxshilab savalaganlar, yaxshimidi aytyapman, endi shu bir o'sha yo'lga bir 20 minutmi yo yarim soat bo'ldimi? Shu yarim soatning ichida meni ichlar shu tilka pora bo'lib ketdi deb yuraklarim. Mana bu bir katta bir tarbiya darsiga o'xshagan bir narsa. Bu hech esimdan chiqmaydi. Mana endi aytyapman-ku, bu farzandlarga mehribonchilik, tarbiya, endi unaqa bir qanday ko'p gapirmasdilar. Hamma narsa ichlarida, hamma narsa bizni ko'zlaridan bilib turardik-da. Qanday kayfiyatlari, nimaga o'sha e'tibor beryaptilar yoki nimaga hali reaksiya qilyaptilar. Buni hammasini biz nozil bilardik. Masalan, endi oyimlar sharttakroqlar, nima qattiqroqlar. Lekin adolatparvar edilar. Birinchi o'rinda. Voy, shu masalan mahallada ham obro'lari juda yuksak edi, juda zo'r edi. Masalan bir qanaqadir muammolar yoki oilaviy muammolar yo bir qandaydir anaqa gaplar bo'lsa, shoyistapa deb kelishardi. Endi shularni hammasini oyimlar hal qilardilar. Haligi zabardast yigitmi yoki bir anaqami hech unaqa qo'rqish yo'q, anaqa qilish yo'q. Voy, menga qara, sen bunaqa shu hammasini joy-joyiga qo'yib, adolatni o'rniga qo'yib, o'sha hamma muammolarni yechardilar. Oyimlar endi bir oqsoqollik desak bo'ladi-da. Chunki hamma murojaat qilardi. Oilaviy muammolar yoki bir mahalladagi muammolar yoki umumiy muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta shoyistapa shu mashinaqa bir shuni yechardilar, keyin uyimizga piroglarmi, narsalar minnatdor yarashgan oilalar uyimizga ovqat ko'tarib kelishardi. Mana O'zbek filmida bor-ku, mahallani vijdoni edi bu deydi. Mana zo'r gap, mana mahallani vijdoni. Haqiqatdan mahallani vijdoni, mahallani bir qandaydir yuz ko'zi tug'dirganlar ham o'sha yerda ayollarni otini shoyista qo'yishgan, bitta to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Mahallamizda endi bizani mahallamiz juda serfarzandli mahalla bo'lgan. Endi biza o'rtacha, bizda 6 ta farzand bo'lgan. Endi 8 ta, 10 ta, 7 ta bu oddiy holatida. Shunaqangi paytli bo'lgan, skoro pomishga haligi tez yordamga qo'ng'iroq qilolmay, voy shoyistapa, kelinim anaqa bo'lyapti yoki o'zi anaqa bo'yda bo'lib qolgan, endi bir narsa.
shunaqa narsalar bo'lgan. O'zlari Tug'dirganlar bo'lgan. Doya bo'lganlar. O'shandan keyin Otini ham shoyista qo'yishgan. Shoyista qo'yishgan. Mana shunaqa narsalar bo'lgan. Jamshid aka bir aytib beruvdilar, Tohir aka degan bir kuni sal shira to'polon qilib chiqib Tohir aka. O'shanda faqat oyim bas kelganlar o'sha odamga. Endi sal anaqa narsadan ko'proq bo'lib turardi-da, o'shanaqa bir haftada bir martami yoki bir oyda 2-3 marta to'polon qilardi. Ko'chaga chiqib, ayollarini bilan haligi mojaralarni anaqa qilib, endi hech kim kela olmaydi uni oldiga. Zabardast bir anaqa Tohir Qozo deyardi. Ja bir govdali, endi erkaklar yaqinlasha olmaydi. Masalan, endi albatta noiloj oyimdan chaqirishib, shoshtepa shunaqa bo'lyapti. Chiqardilar-da, shu o'rtasiga kirib turib, shunday yoqasidan shunday, "Voy, menga qarab, Tohir, bundan shoshtepa bo'ldi, shoshtepa tavba qildim" deb, habayonni shu tinchtardilar. Keyin hali ko'p hazillashaman. Bizni badiiy kengashi raisi deb. Oyimlarni talabchanligi, oyimlarni shu didlari san'atga, ijodga, mana shu anaqalarga juda ham bir endi ko'p narsani ko'rganlar, maktab zo'r bo'lgan, endi juda iste'dodli. Mana masalan bizni endi qolaversa yallani boshlanishida shu ijodiy belgilashlarni albatta oyimlarni juda hissalari katta bo'lgan. Qo'shgan qissalari, dadamlar ham albatta-yu, mana shu eng yaxshi ma'noda milliy yo'nalishdagi narsalarni, eng nozik joylarini shu oyimlar orqali bo'lgan. O'sha agarda oyimlarga ma'qul bo'ldimi, demak bu qandaydir buni muvaffaqiyati bor. Chunki oyimlarga yoqdi. Aytyapman, juda ham ziyrak, juda ham yuqori saviyadagi iste'dodlari bor edi. Hatto o'sha 56-yilda butun jahon festivalida 57-yildan o'sha o'zingiz ayting, butun jahon festivalida oyim O'zbekiston degan qo'shiqni ham matnini ham kuyini oyim yozganlar. Botir akam ijro etishgan o'zi bilan. Endi haligi yoshlik ansambli, Yunus ansambli degan ansambl bo'lib, shu Moskvaga o'sha xalqaro festivalga borishganda, endi bir asosiy qo'shiq bo'lish kerak-ku. Shuni she'rini-yu, shu musiqasini oyimlik bastalab, shu qo'shiq orqali ular diplom olishgan. Oltin medal olib, diplom olishgan. Ana o'sha birinchi qadamlar, o'sha keyingi katta estrada orkestrini tashkil bo'lishi, uni yo'nalishi, boshlanishi mana shu o'shandan boshlandi desak bo'ladi. Ya'ni yangish bo'lmasa kerak. Kritikani endi shunaqangi tanqid qilish boblardilar. Endi bu quruq tanqid emas. Asosli o'rinli tanqid. Yo'q, unaqa emas, mana bunaqa. Bu juda haligi keyin bachkana narsalarni yomon ko'rardilar. Bu mana shu san'atda, sahnada umuman shu bachkana narsalarga yo'l qo'yish shu bir katta jinoyatga o'xshaganda hisoblardilar-da. O'sha mana ular boshlanishida, ularning ijodiy boshlanishida adamlar bilan birga gastrollarda yurganda, hozirgi zamondagi sharoitlar qana, madaniy saroylar yoki bir qanday konsert zollari bo'lmasda, hamma narsa o'sha bugun Karim Zokirli keldi, konsertga chiqinglar deb yana bir narsa aytib bering. Hoji Qurbon Nazarov. Ular hozir ko'p aytib berardilar buni. Gastrolga borishgan. Endi u paytlar unaqa to'qchilik payt emas, bir qandaydir qishloqqada endi kunduzi sar qorin ochgan. Nima qilishni bilishmaydi, endi unaqa hali to'qchilik yo'q, to'kin sochin dasturxonlar yo'q, hozir mana bunga o'xshagan. Nima qilamiz? Sekin shu qishloqqa chiqishadi-da.
kishi bo'libman o'sha xo'ja akam bilan. Keyin endi unaqa devorlar, deyarli devorlar yo'q, past devor. Keyin o'sha devor eshikning oldiga kelib devordan endi otini bilishmaydi. Sen endi o'sha asoschi Nurmamad aka. Birinchi so'zi bilib bo'lmaydi. Nurmamad aka. Endi baqirib ovoz bor-ku. Endi albatta unga e'tibor qilishib, temda chiqadi. Endi u paytda qatdan keldinglar, kimsizlar degan gaplar nimasi yo'q edi. Hech unaqa o'sha kim bo'lmasin, keling deb olib kirishib, so'ramasdan nimaga keldinglar degan narsalar bo'lmasdi u paytda. Kelaylik, bir piyola choy, uzun-uzulda non qo'yildimi? Qorin to'ydi. Keyin o'sha muloqot, gaplashib o'tirishib, u yoqdan keyin bugun kechqurun konsert bor. O'sha taklif qilgani keldik. Chiqinglar bemalol. Shu sodda bir oddiy narsada o'sha mana masalan endi yoshlar tushunmasin, nima bo'libdi deganga. Bunda juda ham mazmun ko'p. Juda ham mana bunda oqibat, hali munosabat, bunda endi eng o'zbekona haqiqiy narsalar mana shu. Kichkinagina epizod. Farruh aka, har bitta ota-onadan nechta farzand bo'lsa, har xil dunyoga keladi. Har xil xarakterli bo'ladi. Mana hozir Karim aka Zokiriyni bir eslayapmiz. Siz o'zingiz qanaqa otasiz? Qanaqa bir sifatlari sizga o'tgan? Yaxshi savol. Endi men buni o'zim gapirib berishim qiyinroq. Aytyapman-ku. Men ham shuni o'yladim. Gapirishlari qiyinroq. Nimaga harakat qilasiz? Ulardan oladiganmi? Endi albatta men yoshlik shu esimni taniganimdan beri shu narsani bilamanki, iloji boricha dadamlarga o'xshash. Men uchun eng katta unvon bu Karim Zokiriyning farzandi ekan, Karim Zokiriyning o'g'li ekan degan. Endi nima desamkin, endi o'zim to'g'risida bu kamtarsizlik bo'ladi. Iloji boricha lekin shu fazilatlarni, shu narsalarni qoldirishga harakat qilganman. Men ozgina gapirsam maylimi? Farruh aka to'g'risida. Kelinim gapirsinlar. Shu oila haqida men shaxsan soatlab gapirishim mumkin. Adamning fazilatlari, oyimlarni, Botir akam, Farruh akamda bitta fazilat bor. Nimani qilsaki mukammal qilishga harakat qiladilar. Hayotda ham, ijodda ham, hatto kiyinishda ham, hatto odamlar bilan bo'lgan munosabatda ham. Hammasi hayotda diplomat deyishardi. Jamshid aka aytadilar, "Okam diplomatdirlar." Haqiqatan ham birorta odamning dilini ortganlarni men shaxsan bilmayman va boshqalardan ham eshitganman. Va ijodkor sifatida nimaga qo'shiqlar 40 yildan beri aytilyapti, haligacha hamma eshitib maza qiladi. Chunki shaxsan men bularni yaratilish jarayonini ko'rganman. Shunchaki bugun bo'ldi, ertaga hit bo'ladi. Tezroq bo'ladi degan narsa hech qachon bo'lgan emas. Bular ertalab azongacha qushlar sayraguncha ishlaganlarni men shaxsan o'z ko'zim bilan ko'rganman. Tinmas edi instrument, Farruh aka azongacha qo'shiq yaratardi va oylar davomida bitta qo'shiq yaratilgan. Mana o'zlari aytadilar buni. Hatto kiyinishda ham u paytda kiyim yo'q edi. O'zlari kiyimlarni ham tikkan kunlari ham bo'lgan, bilaman buni Jamshid aka aytib berganlar. To'g'rimi Farruh aka? Bitta narsa, men bitta misol keltirishim mumkin. Biz hovliga men kelin bo'lib tushgan joyda bizda galanka pechka bo'lardi. Biz o'sha pechkalarni yoqib, keyin ko'mir bilan yoqilardi va o'sha kulini keyin bir zambil bilan biz keyin ko'chaga olib chiqardik. Farruh akam cho'ponlik kiyib olardilar, orqalarida Jamshid akam olib chiqishardi ko'chani bir nariga betiga shuni. Masalan, o'sha mahallada mashinada 2 tonna, 3 tonna ko'mir olib kelinadi. Endi o'sha qish o'tish uchun. Endi buni qarang, meni baxtim albatta ko'mir kelganda men hech qachon boshqa joyda bo'lmay uyda bo'laman. Faqat adamgilar bilan endi qarang, o'sha paytda mardikorlarni chaqirib yollash. O'sha oila boqaman deb, bo'lmasa Karim Zokiriy degan nomlari bor. Yo o'sha mardikorga beradigan pulni o'zimizda qolsin. 5 tiyinmi, 1 so'mmi bo'lsa ham shu o'zimizda qolsin. Chunki oilani o'ylash. Endi kelib aytyapman, meni baxtim hech qachon ko'mirdan qolmasdim. Endi bir kuni
endi unda haligi muzika bilim yurtida o'qirdim. Yomon charchadimmi yo birinchi parani o'tkazimda, keyin vohli uyga qaytib kelyapman. Endi bizning mahallada oldin bunday ko'cha, keyin tor ko'cha, keyin bu ko'chadan bunday keldimda, bunday qarasam, endi uzoqdan bizni eshikni oldida bir to'da ko'mir turibdi-da. Men aytdimki, ana maza bo'ldi-yu, qarab turdim-da. Endi vijdon qiynayapti. Endi balkim bu gal dadamlar mardikor olib chiqib tashlab bo'larlar dedim-da. Endi uyat ketib bordim yana. Ketib borib, keyin o'qishdan charchab kelganday bo'ldim kechqurun. Uyga kelib bizni hovlimizda yonma-yon eshik bor. Bizni uyimizga emas, o'sha hovliga kelgan ekan bu ko'mir. Xo'p, keldimi? Endi bu o'sha ko'mir kelganni egasi bilan, o'sha qo'shni bilan dadam ko'ribdilar-da, bo'lmasa biz ertaga bizniki ham olib kelsin o'sha ko'mirni. Endi bir mashina, bir 4-5 tonna ko'mir. Ertalab tursam, shunda bizni eshigimizda 5 tonna ko'mir turibdi. Qochdimi lekin? Qochishga qochdimi, lekin mana baribir taqdir aylantirib kelib, mana senga deganday. Keyin haqiqatan hech kim yo'q, adam bilan shu 5-6 soat o'sha ko'mirni zambilda tashidik. Endi bu ham mana yolg'onni o'zi kechirsin, o'shanda men ana qilib endi vijdonim qiynab bordi. Bular ham bir ajoyib bir qandaydir hali aytganimda g'animat. Alloh rahmat etsin o'tganlarga. Joylari jannatda bo'lsin dadamlar. Bir pechka yoqqanlarni, o'sha galan pechka yoqqanlarni ko'rganda men hayron qolganman. Qog'ozlarni qo'yib, avval ingichka nimalarni qo'yib, yoqib, u yongandan keyin yiriroqlarni, yana ham keyin bitta ko'mirlarni qo'yib, demoqchimanki, har bir narsani, hatto bitta oddiy shu pechkani yoqishni ham mohirlik bilan, mehr bilan qilganlarni ko'rib men hayratda qolganman va hayotda hamma narsani mana shunday qilishga harakat qiladilar. Gavhar opa, bilasizmi, hozir restoranimizning mohir oshpazlari zamonaviy pechni yoqib, bizga taom tayyorlab qo'yishibdi. Bizga gaplar ovora bo'lib, o'sha pech haqida boshlangani uchun bu taomlardan qabul qilishimiz kerak. Mayli. Endi Farruh aka, bitta narsa, bugungi kunda kuzatib tursangiz, san'ati bormi, san'ati yo'qmi, ovozi bormi, yo'qmi, kimgadir ming afsus ayrimlar ishonib shu san'atda o'zini ushlab turibdi. Ming afsus. Bir narsani sizdan so'ramoqchi edim. Bir vaqtlar Botir aka Zokirov estrada orkestrining badiiy rahbari bo'lganlar. Nima uchun u yerda Farruh aka qo'shiq aytmaganda? O'sha meni hayotimdagi bosqich juda bir og'ir bosqich bo'lgan. Endi avvalambor dadamlar hammamizga murojaat qilib turib, bittalaring shu bir tuzukroq kasb egasi bo'lmadilaring. Mana masalan, menga yetib bo'lsa, yaxshi bir xirurg, doktor bo'lishi mumkin edi yoki bir oddiy injenermi shu bunaqa. Keyin tushunamizki, buni nimaga aytyaptilar. Avvalambor o'zlari mashaqqatli yo'l o'tganlari, mashaqqatli hayot, bu darajaga yetib borish o'zi bo'lmasligi, keyin Xudodan bergan iste'dod. Buni hech qanday akademiya yoki konservatoriya o'rgata olmaydi. Bu albatta bir qandaydir bu sodda qilib gapirib iste'dod bo'lmasa bu qiyin. Endi uni albatta iste'dodni o'zi ham bo'lmaydi. Buni albatta unga ilm olish kerak, o'qish kerak, ustoz ko'rish kerak. Mana tayyor orkestr bor, Botir akam tashkil qilgan, Botir akam rahbarlik qiladigan orkestr. Endi havas qilardim shu orkestr jo'rligida sahnaga chiqish. Endi bir
qandaydir paytlarni poylab turib shunday narsani o'zim jur'at etdimki, aka orkestr bilan ayting. Keyin Botir akam shunda bir gap aytdi. "Ye uka, orkestrni ham chiqib orkestr jo'rligida etish bu oson emas. Buning uchun o'qish kerak." Men oxirigacha tushunmasdim. Ayni nima orkestr bilan etish uchun nima o'qish kerak? Endi keyin tushunyapmiz bu narsalarniki, bu orkestrni jo'rligida etish bu juda amr mahol. Juda ham bir jiddiy narsa. Albatta haqiqatdan o'qish kerak. Bunga ta'lim olish kerak. Bunga tajriba orttirish kerak. Oddiy maktabdan keyin musiqa bilim yurtiga o'sha o'qishni boshlaganimda ana o'shanda men bildimki, bu bir katta bir juda jiddiy olam. Musiqa olami. Bunga o'qimasdan haligi qaytib kelma o'sha gapni o'qimasdan tabbatga tushish juda qiyin. Mana yoshlarimizda hozir shunaqangi bir noto'g'ri tushuncha borki, o'qimasdan turib estrada sahnasiga chiqish mumkin yoki bir estrada bir yengil yo'nalish, bu mutlaqo noto'g'ri gap. Qolaversa, balkim klassik yo'nalishdan ham murakkabroq narsa bu. Shu ko'pchilik yoshlarimizda bu narsa yo'q, endi bir omad kelib qoldi, chiqdi, endi bu butun umr bo'lar ekan degan narsa yo'q, bu mutlaqo to'g'ri. O'sha haligi bir kunlik deyiladi-yu san'atkorlar. Ularni umri kaltaligi shundan iborat. Keyinchalik tushunyapman. Botir akam rahmatli, endi o'shanda u ham juda ham talabchan bo'lgan, juda ham nima deydi, haligi ijodiy vijdon. Men hozirgi kunda ham men uchun Botir akam bu ijodiy vijdon. Men to'g'ri qilyapmanmi? Qanchalik bu sof ijod bo'lyapti, ko'ngildanmi, samimiymi? Bu haligi Botir akam shunga qanaqa baho berishi mumkin? Botir akam shunga qanday e'tibor berishi mumkin degan narsa menda doimo bor. Mana so'rashadi bu yil Xudo xolisi yallani tashkil bo'lishiga nima deydi, taqdiri 47 yil. 47 yil. Bu chakana gap emas. 47 yil. Mana masalan endi biz o'rganib chiqdik, musiqiy dunyo tarixida kamdan kam bo'lmagan ham desak bo'ladi. Mana masalan o'sha vazirlikda o'sha mas'uliyatli ishda bo'lganimizda ham meni haligi mehnat daftarchashi yallada bo'lgan. Men aytmoqchimanki, shu birinchi kundan qatnashgan bo'lsa, mana bugungacha mana 47 yil bo'ladi. Bu san'atkor uchun, ijodkor uchun bu oliy baxt. Teatr, konsert berasizlarmi? Beramiz albatta, Xudo xolisa. Mana men juda ham xursandman, juda ham nima deydi, hozir ancha bo'ldi chiqmaganimizga, endi muxlislar, tomoshabinlar kutishyapti. Yana haligi shuncha orzu qilib kutgandan keyin yana haligi norozi bo'lib ketmasligi, keyin zoriqib kutib, mana anchadan yarasha bo'lish kerak. Shunga yarasha bo'lish kerak, yana undan ham a'lo bo'lish kerak Farruh Karimovich. Xudo xolasa. Agarda Xudo ko'rsatmasin shu zoriqib kutib kelishib tomosha bilan, shumidi shuncha kutganimiz shuni bo'ldi, bu eng dahshat narsa shu. Shundan Xudo asrasin. Shuning uchun juda ham hozir o'ylab, shunga bir jiddiyroq tayyorgarlik ko'rib, balkim Xudo xolasa kuzlarda shu konsertlarimizni e'lon qilmoqchimiz. Farruh Karimovich, yana qancha tug'ilgan qo'shiqlar bor, hali e'lon qilinmagan, to'g'rimi yo'qmi? Albatta. Ular ham bu narsalar bor. Endi albatta tomoshabinlarimiz doimo hali o'ziga tanish bo'lgan qo'shiqlarni istaydi. Mana masalan 1-chi, 4-chi, 6-chi qo'shiq bo'lyapti konsert dasturida. Albatta o'zlar, jinnuli bo'ladimi degan narsalar. Endi ularga tanish yoki bo'lmasa Rossiyada yurganimizda 1-chi, 4-chi bo'lsa, keyin albatta uchkuduk davay degan anaqa gaplar bo'ladi. Endi albatta ko'p qo'shiqlarimiz bor, o'ziga yarasha juda ham chiroyli, mazmunli qo'shiqlar. Shularni endi albatta jalb etadigan bosqich ham bir boshqacha endi. Buni Xudo xolisa endi aytyapman, shu kuzlarga mo'ljal bor. Kuzlarga.
demak hali xalqimizga berilmagan qo'shiqlar bor, yangi qo'shiqlar. Albatta, yangi. Negadir ko'pchilik Farruh Zokirov ijod qilmayapti. Faqat retro taronalar bilan yuribdi deyshadi. Demak, bor, hali xalq eshitmagan. Gap bor ekan-a. Aytyapman-ku, mana masalan, televideniye kelamizmi, bir yangi qo'shiqlarni aytmoqchi bo'lsak, Farruhga anu qo'shiqlar bor-ku, anu tanish bo'lgan qo'shiqlar, o'shani aytinglar deyishadi. Men endi noiloj mayli o'sha qo'shiqlarni aytamiz, lekin albatta hali ijro etilmagan, hali nima deydi, eshitilmagan qo'shiqlar ko'p. O'shalarni albatta namoyish ettiramiz. Bir narsani bilamiz, Farruh akam boksga qatnashganlar. Yoshligida. Keyin yana ko'pchilik bilmaydi. Shularni bir eslaylik. O'zi bu ayniqsa Botir akamda bu narsa kuchli edi. Masalan, yoki bitta opamlarni tramvaydami yoki ostanovkada bir noxush gaplar gapirganmi, qani kim u ko'rsatmanga davay deb haligi bizani yig'ib borardilar, haligi choyxonaga borib razborka qilardik, unaqa narsalar bo'lgan. Endi yoshlikda men sal xipcharoq mana shunaqa edim, endi sal sport bilan shug'ullanib, sal govdorliroq bo'larmikinman deb shu maqsadda men haligi suvga sakrash sporti bilan shug'ullandim. Keyin boks bilan ko'proq shug'ullandim. Ayniqsa haligi Pionerlar saroyida amerikalik Jackson degan trener bo'lardi. Keyin Rufat Rizqiyev ham trener bo'lgan o'sha odam menimcha. Uni bilmadim, lekin juda bir haligi nima deydi, afsonaviy bir trener bo'lgan. Amerikalik. Endi ularning maktabi boshqacharoq. Shularni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ozgina o'shanda ham shu trenerda ham mashqlariga borganman. Keyinchalik haligi Spartak jamiyatida qatnashib ancha yurdim. Endi shunda sportga shug'ullanaman, boks bilan shug'ullanaman. Endi atrofdagi bolalar, do'stlar, shu boksga borasan, anaqa qilasan, hech urushganingni ko'rmaymiz. Ha, endi hech kim xafa qilmasa yoki hech kim tegajog'lik qilib nima qilaman men? Shu baribir shu provokatsiya qilishdi-da. Palonchi bir narsa dedi sana orqangdan, undoq dedi. Ha, endi aytgan bo'lsa, mayli keyin kechirim so'rar. Yo'q, kechirim so'ramoqchi, shu urishingni kerak. Qo'ysangchi, qo'y. Baribir bo'lmadi. Men endi shu bilan birga yana haligi nima deydi? Raqs anaqa krujog'iga ham borardi. Jamshid aka bilan birga borishardi. Jamshid bilan birga borardik. Boks qayoqda-yu, raqs to'garagi qayoqda. Endi galstuklarni kiyib, mana shunaqa yoshligimda hali aytgandek kiyimga e'tibor berardim. Endi shu kiyinib, endi krujogga ketyapman ertalab. Shunda bolalar tayyorgarlik qilib haligi nima deydi? Mana sapet urishtirishmoqchi. Endi bo'lmasam biz do'st, biz muomalamiz yaxshi. Yo'q, endi juda gijgijlatib, sen yo'g'ingda bunaqa duvdi. Keyin noiloj hali 38-maktab maydoni bo'lardi. O'sha yerda endi bolalar yig'ilishib, endi bir aksiyaga o'xshab, habi kutyapti-da shuni. Keyin endi hozir otini aytmayman. Men aytdimki, shunaqa debsan, agar gapingni qayib oladigan bo'lsa, urushmaymiz. Ayni u ham xo'roz. Yo'q, men qaytib olmayman dedi. Ha, qo'y, nima qilasan? Nima endi o'ylamasdan gapirgandursan? Desam, yo'q, unaqa shunaqa dedim. Bo'lmasa, dedingmi? Endi hali kasbimdan yechib, allaqada turibmiz endi. Xuddi haligi ringda turganda. Men aytdimki, endi boshlayapti. Endi qanaqa buning uchun jahl chiqish kerak. Buning uchun bir qandaydir anaqa bo'lish kerak. Men endi otini aytdim. Bo'lmasam 3 marta aytaman, agar 3 martadan keyin qaytib olmasang uraman seni desam, uni jahli chiqib ketdi. Uraman dedi.
keyin 3 marta aytdim, qaytib ol gapingni. Yo'q dedi, qaytib ol gapingni. Uchinchida endi texnika bor-ku. Ikkita uchta urgandan keyin lavi yorilib ketdi, burundan qon chiqib ketdi, keyin o'zim rahmim kelib ketdi, vodoprovodga borib yuzlarini yuvdimda, keyin qo'y endi bular hayron bo'lib qoldi atrofdagi bolalar. Ha bo'ldi, tan berdik, bo'ldi o'sha. Shu oilada mana shu juda nihoyatda intelligent bo'lar va mana shu o'zbek farzandi ekanligini butun dunyoga tanitdilar. Mana qancha mamlakatlarda bo'ldilar, o'zlari aytadilar. Va Botir akam har bir borgan joyda nima qilardilar, ayting, har bir davlatda. Oddiy hayotda, gastrol hayotida shu qayerga bormasak, Mongoliyami, Germaniyami yoki O'zbekiston bo'ylab, endi O'zbekistonda Kubami qat bo'lmasin, borgan joylarda osh qilib beraman. Men endi birinchi gallar endi mayli, endi sharoit bo'lsa mayli, osh qilib beraman. Botir aka, qo'ysangizchi, sharoit yo'q. Masalan, Mongoliya cho'llarida qozon yo'q, anaqa yo'q, o'choq yo'q. Bir qanadir vannadan bir narsalarni topib, men bu chugurni bir narsani topib, o'sha yerda osh qildilar. O'tda Mongoliyada suv qaynamaydi. 80 gradusgacha boradi, qaynaveradi. Endi soat 12:01da boshlagan bo'lsalar, kechqurun 6 bo'ldi, 7 bo'ldi, osh pishmaydi, hamma qorni och. Xullas 8 bo'ldi, kechqurun qorin och, hamma osh kutyapti. Keyin o'xshamadi, bo'lmadi deb keldilar. Bir qarich kuyib ketgan osh, hech suv qaynavermagan yoki Germaniyada. Endi Germaniyada gastrol bir kunlik dam olish kuni bo'ldi-da, shunda o'rmonga olib chiqishadigan bo'lishdi o'sha anaqa tashkilchilar. O'sha yerga borganimizda, "Ha, bitta osh qilamiz." Qanaqa osh qilasiz? O'rmonda. Na o'choq bor, na qozon bor. Yo'q, haligi alyuminiy kastrolga olibdilar. Keyin to'shakdan g'ishli topib, narsalar, toshlar topib o'choq qildilar. Keyin o'sha alyuminiy kastrolda osh qildi. Endi albatta o'xshamaydi. Rasvo bo'ldi. O'xshamadi, men bo'ldi, yani keyingisiga qarzdorman. Yo bo'ldi, shu bo'ldi shuni o'zi. Shu bir qandaydir mana shu qatga bormasalar, shu osh qildilar. Oshni endi shunaqangi oshdamlarlar juda ham zo'r. Jamshid bilan bular juda zo'r mutaxassislar osh damlashda. Keyin har doim bir qandaydir guruch kelib qoladimi, yaxshi osh qildim kellaring deb chaqirardilar albatta. Biz endi yugurib borardik. Endi aytayapman, juda zo'r osh qilardilar. Bu g'animat. Endi kim bilib o'tiribdi, masalan, endi kim Botir akam shunday hayotdan yosh ketishlari, 49 yoshlarda ketdilar. O'shaning uchun bu har daqiqalar bu g'animat ekanda. Masalan, Chilonzorda turganlar hech esimmas, Nofil akam rahmatli juda dietadalar. Bir osham mumkin emas. Endi nima bo'lsa bo'lsin, Botir akam oshini yeyman deb 2 osham yeganlar. Bir sodda narsalar, bir anaqa, lekin g'animat. Men bitta narsani aytishim mumkin, yana shu o'rinda Farruh amji bilamasiz, juda ham kamtarin insonsiz, lekin odamlar shuni bilishini juda xohlardim. O'sha insoniylik haqida gapirdim. O'sha Adam ketganlarda ham, Nofal akam ketganlarda ham, Botir akam ketganlarda ham, ayniqsa Jamshid akam ketganlarda ham siz ota o'rnida turib shunaqangi jigarparvarlik qildingiz. Men buni boshqa joyda men ko'rmaganim uchun bilmadim. Mana shu ibrat darajadagi narsa deb o'ylayman. Chunki bilmadim, aytishadiki, yaxshilikka yaxshilik qaytmaydi, yaxshilikka yomonlik qaytadi yoki jigarlarga kimdir qaytmaydi deb ko'pincha aytishadi. Masalan, qo'shilmayman. Botir akam esingizda bo'lsa kasal bo'lganlarda, Jamshid akam yonlarida bir oy, garchi xotini bo'lsa ham bir oy kresloda yotib, okalarini oldida har kuni o'tirganlar, har kuni okaga qaraganlar. Va yillar o'tib, Botirxon, shuni men nima deydi, sal alam emas bir narsa bor. Men endi gastrolda ko'p yurardim-da.
kerakli darajada e'tibor bera olmay yoki kerakli darajada yordam bera olmay shu narsa doim mani vijdonim qiynalardi. O'sha vaqtida yordam bera olmasligim, endi o'sha 10 oy yil mobaynida biz gastrollaydik. Endi ko'proq shunda endi mana kerakli paytda bu yonlarda bo'la olmadim. Mana masalan Botir akam oxirgi paytlarida endi Jamshid gastrolga bormaydi. Shu bir oy hech qayerga siljimasdan yonlarida bo'lgan Jamshid. Men endi bo'la olmaganman. Shuning uchun bir qandaydir kerakliroq paytda yoki o'sha haligi ekstremal holda men iloji boricha endi o'sha yordam qilishga harakat qilaman. Endi ayniqsa moliyaviy tomonlarda ayniqsa endi Xudo beryapti, endi ayniqsa shu payt shu tomonlardan endi jab bo'lmasa shu tomonlardan bir qo'limdan kelgan ham o'sha shunaqa narsa bo'lgan, bular juda katta yordam berganlar. Noyob dorilar yoki bir qandaydir shunda endi mani bu avvalambor mani vazifam, asosiy vazifam. Endi aytyapman, sharoit shunaqa bo'lgani uchun ko'p gastrolda bo'layotganim uchun shunga endi bir kerakli paytda endi kelganimdan keyin shu bir qandaydir paytda iloji boricha albatta qo'limdan kelgancha harakat qilardim. Men shu fursatdan foydalanib, men o'z ayolimga, meni oilamga shu minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Allohga buyuk hisob shukr, yaxshi ham baxtimga shu bor ekan. Ayniqsa meni minnatdorchiligim shu, men esimdan chiqib qolgan narsalar doimo meni ayolim eslatib turadi. Bundan xabar oldingizmi, bundan xabar oldingizmi? Mana bittagina bir epizod Jamshidja og'ir paytlarida men o'zim bo'lmasam, meni ayolimning ismi Anya. Endi men kelaman, meni o'rnim boshqacha. Qarab turib, Anya shu yerdami deb qo'yadi. Shu yerda Jamshid so'rardi, albatta. Anya shu yerdami? Yo'q, hozir ketuvdi, keladi, safar ketuvdi. Keyin har borganida aytayapman, meni o'rnim boshqa. Keyin Anya keldimi deb so'raydi. Keyin yana Anya kelsa, ya xayriyat, ko'nglim joyiga tushdi deyapti. Mana shu gapni o'zi qanchalik mazmunli, mana kelgandan keyin uni ko'rishini o'zi bilan ko'ngli joyiga tushib, xotirjam bo'lardi. Hali aql o'rgatish emas, aytmoqchimanki, shu oilalarda xotinda gap ko'p. Shuning uchun endi insof bersin. Haqiqatdan ham o'sha gapimni davomiga Jamshid akam, Botir akamga shunaqangi bir jigar parvarlik qildilar. Yillar o'tib shu narsa o'zlariga qaytdi. Farruh akamdan, Anichkadan 1,5 yil davomida har kuni deyarli xuddi ishga borgandek har kuni xabar olib, har kuni Jamshid yaxshimi deb Farruh akam, Anya xabar olishardi va Jamshid akam ko'ngli tog'dek ko'tarilgan. Hech qachon esimdan chiqmaydi. Farruh akam telefon qilib, "Ukam, hech narsani o'ylama, men borman." Ikkalamiz o'tirib yig'laganmiz. Xursand bo'lganimizdan, mana shunday tog'imiz borligidan. Hech narsani o'ylama, faqat sog' bo'lsang bo'ldi, ukam, men hamma narsani qilib beraman degan edim. Biz o'sha internetdan gaplashganimizda ikkalamiz o'tirib, quchoqlashib xursand bo'lganimizdan yig'laganmiz. Chunki bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak ukaga, okadan xuddi otadek bo'ldilar oxirigacha. Farruh aka, bir gap bolaladi. Botir Zokirovni onasi qariyalar uyida. Demak, bu sizning ham oningiz bo'ladi. Bu gap qayerdan chiqdi? U 83-yilgi gap ekan Farruh aka. Endi mana bitta mish-mish gaplardan biri, biz nechinchi yillar esimda yo'q. Voy, yalla Afg'onistonga boribdi deb dushmanlar bilan tutibdi, hammasini otib tashabdi, so'yib tashabdi, unaqa qilibdi yoki nima deydi, qiynabdi degan gaplarni endi xuddi o'zi ko'rgandek. Mana bitta epizod. Biz haligi Zarafshon restorani oldida bizni mashqxonamiz bo'lardi-da, ofis o'sha yerda bo'lardi. Endi tanaffus paytida chiqib lamon yerdik. Endi bolalar olishyapti, endi yoshlar ko'p, studentlar ko'p, odam ko'p, ochiriq
man turibman. Endi haligi idish yuvadigan ayol, rus ayol, xuddi o'zi ko'rganday aytib yur. Bilasizlarmi? Ruschalar gapiryapti. Yalla borgan ekan, hammasini tutyapti, dushmanlar rosa qiynabdi. Keyin so'roq qilayotgan ekan, gal Farroz Zokirovga kelibdi. Farroz Zokirov so'roq qilayotgan ekan, keyin o'sha katta bir qaynoq samovar qaynab turgan ekan. Farroz Zokirov bir epchillik qilibdi-da, shu samovarni ag'darib yuboribdi. Shunda dushmanlar voy deguncha oynadan sakrab qochib ketibdi. Shu qochganicha Termizgacha yetib boribdi. Endi mayli, endi buni qarang, haligi yakunini qarang. Qarang, uyatsiz. Bolalarini tashab, o'zi qochib ketibdi. Keyin eshitib, iljayib qarab eshitib turdim-da, keyin bunday oldiga chiqdim-da, men aytdimki, u narsa esimda yo'q, unaqa narsa bo'lmadi desa, это вы же, dedi. Вот, o'sha men. Mana hammasi yaxshi, men unaqa narsa bo'lmadi, esimda yo'q desam, yo'q, menga aytib berishdi shunaqa. Endi hali nima demoqchiman, mish gap. Bunda o'sha yillari bizni o'gay xolamiz, ammamiz muborak deyardik. Onamlarni o'sha o'gay ammalari edi. O'gay ammalari. Endi butun umr biz bilan birga turishardi, yaqin edilar. Keyin oxirgi paytlarda endi qarichilik, haligi oyimlar bilan ko'p chiqisha olmaydigan bo'lganlar. Endi keyin o'zlarini eplolmaydigan bo'lib qolganlar. O'zlarini eplolmaydigan bo'lib qoldilar. Endi qaraydigan odam yo'q. Bular oyimlar bilan ko'proq edi. Endi oyimlarni hali nima deydi, jahllari anaqa. Endi gap ochiq chidolmaganlar. Muhabbat opam bilan gaplashdim-da, aytdilarki, Bashar opam kelgan, o'rtoqlar bo'lgan mamam. Juda bir anaqa oyimlarning ahvolini ko'rib siqildi deb Bashar opa, "Sen o'tirasanmi qiynalib? Men olib boraman." Uzr. Oyimlarning yaqin dugonalari, keyin shoyiz maqlasan qiynab o'zingni unaqa. Endi pellariga to'g'ri kelmay, hech chiqisha olmay, bir-birini anaqa qilib, endi muborak ancha sal yoshlari anaqa bo'lgani uchun o'zlariga qarolmay, o'zlariga anaqa eplolmay, o'shandan keyin Bashar opa aytganlaridek mashina haydardilar. Shartta mashinaga oldilar deb, bu o'sha muborak buvini mashinaga o'tkazib olib ketganlar. Aytgandek, biz bilan uncha maslahat ham bo'lmagan. So'ramagan. Kelsa, qani muborak desam, Bashar opa mana shunaqa qildi, men nima qildim? Mayli olib borib ko'rsinchi, balkim o'sha yaxshi deb bilmasam endi u mamamdan ham shaddod edi. Shu bilan olib ketdi, lekin uzoq bo'lmadilar muborak. 1 yilga ham bormadilar. Yo'q, 1 yilga ham borgan, 1,5 yilcha bo'ldi. Ham o'sha Jamshid sizlarni nima har hafta xabar olardilar, qarardilar. Borib xabar olinardi o'sha baribir. Ketilgan mablag' aniq qilardim o'sha. Pul ham berilardi. Endi u yerda anaqa emas u. U yerda e'tiborganlar ular. Botir Zokirov onasi men devorganlar o'sha kampir. Shundan keyin shu gap tarqalib ketdi. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimizni Eslab restoranidan tasvirga olyapmiz. Aynan bu restoranning mohir oshpazlari tomonidan bugungi ko'rsatuvimizni mehmoni elimiz ardog'idagi san'atkor Farruh Zokirovga bir maxsus shirinliklari bor ekan. Hozir shuni taqdim etmoqchimiz. Qarang. Mo'jiza. Rahmat. Qarang shirinliklar. Hayotimiz ham shunaqa shirin bo'lsin. Mana bugungi suhbatimiz endi samimiy, iloji boricha haqiqatni gapirdik. Bu albatta haqiqatga yaqin gaplar, yolg'ondan yiroq. Mana hozir gapdan gap chiqdi, o'sha endi bir paytlar juda ham meni qiynagan masala o'sha mish onasini qariyalar uyida degan. Endi bu sharmandagarchilik yoki qolaversa endi meni vijdonimga to'g'ri kelmaydigan narsa, bizni oilamizni vijdoniga to'g'ri kelmaydigan narsa. Mana hozir men haqiqatni aytib berdim.
Endi aytmoqchimanki, iloji boricha ayniqsa do'stlar orasida, shu ulfatlar orasida shu samimiylik yo'qolmasa, hamma narsa g'animat. Mana yaratganning o'zi shu hayot beribdimi? Buni iloji boricha chiroyli yashash kerak. Iloji boricha mazmunli yashash kerak. Iloji boricha shu yaxshi munosabatda, yaxshi muloqotda bo'lib yashash kerak. Bu hamma narsa o'zimizning qo'limizda. Farruh aka, e'tibor uchun katta rahmat. Taklifimizga yo'q demaganingiz uchun katta rahmat. Bugun biz Gavhar opam bilan, endi qo'rqmasdan aytaman, Gavhar opam bilan biz baxtlimiz. Chunki bunaqa diydor hamma boshlovchiga ham, hamma jurnalistga ham nasib qilmaydigan. Bugun shunaqa baxt bizga nasib qildi. Siz bilan samimiy dildan suhbat qurdik, o'tganlarni xotirladik va Zokirovlar sulolasi bundan keyin ham shunaqa bir munosib vakillariga, avlodlariga ega bo'lsin. Mana shu oilaga tushganimdan men eng baxtli ayolman deb bilaman o'zimni. Jamshid akamday bir insonga men rafiqa bo'lganimda, mana shunday Farruh akamday bir inson bilan bir qarindosh bo'lganimda, Botir akamday, Novfal akamday, Karim Zokiriy va Shoista Saidovadek qaynota qaynonam bo'lgandan men eng baxtli insonman va odamlar shuni bilishlarini juda xohlardim. Bu tomchi. Agarda mumkin bo'lsa biz yana shu haqda hali ko'p gapirishimiz mumkin. Xudo xolisa davomi bor bu gaplarda, bu suhbatni men ham fursatdan foydalanib sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Men ham o'zim maza qildim. Suhbatimiz samimiy bo'ldi. Sizlarning e'tiboringiz uchun katta rahmat. Gavhar opa, bugungi ko'rsatuvimiz juda ham samimiy, juda ham chiroyli o'tdi. Shunaqa deb o'ylayman. Chunki Farruh akam o'zlari samimiy insonlar. Azizlar, aynan bugungi ko'rsatuvimizda Yalla ansambli aynan Farruh Zokirov bilan biz dildan suhbat qurdik. Toki mana shu ko'rsatuvimizni tasvirga olishda yaqindan yordam bergan, yurtimizning go'zal maskanlaridan birida joylashgan Eslab restoranini malakali xodimlariga, shu bilan bir qatorda mana shunday bir chiroyli shiringina taomlarni yuksak did bilan, bir yuksak san'at bilan tayyorlagan oshpazlarimizga, shu bilan bir qatorda bugungi shirin suhbatimizni tarixni yorqin lahzalarga muhrlagan Aziya film studiyasiga alohida ravishda o'z minnatdorchiligimizni izhor etmoqchimiz. Fikr va mulohazalarni sizdan kutamiz. E'tibor uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar.